Assalomu alaykum, Asteroid kanali kuzatuvchilari. Biz mart oyida yopilgan obyektimizga qaytib keldik. Sababini video davomida bilib olasizlar, nima uchun qaytib kelganimizni. Bu obyektimizga qaytib kelishimizga sabab biz bu obyektimizni pollarini ham qoqib berdik. Xudo xolasa juda ham chiroyli tarzda bitdi ishlarimiz. Ko'rishlar mumkin. Hattoki samarezlarda ham hammasi bir liniyada qoqilgan, hammasi xatirilgan. Ko'rishinglar mumkin. Choklari ham xudo xolasa juda ham chiroyli darajada bir-biriga yopishgan. Xo'p, bizga eng yoqqani shu polni urinini uyda egasi aytdiki, bitta urin bo'lsin dedi. Har bir xona, ayvon barchasini bitta urinda qilib beringlar dedi. Dogovor bo'yicha xuddi shunday bo'lgan. Biz ham inshaalloh hammasini bir xil urinda, bitta lazerda hammasini qilib berdik. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Hamma pol bitta liniyada, bitta urinda. Qanday maza-yu, shunday kelasiz, bir xilda kirib ketasiz. Hech narsa to'siq yo'q. Xonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi juda yaxshi, juda ideal darajada. Pollikni uyda egasini o'zi olib kelgan, shuning uchun ko'zlari, pitoqlari juda ham ko'p. Lekin umid qilamizki, xudo xolasa bu narsa unchalik xalaqit bermaydi bu polni mustahkamligiga. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, tekis chiqdi inshaalloh. Ulangan choklarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Juda yaxshi. Xo'p, bu choklari mana yollamagan, ko'ryapsizlar. Hammasi bir xilda urilgan. Yollamashiga sabab o'zini texnikasi bor. Xuddi shu texnika asosida qilsanglar, chekasidan samarez ursanglar ham polimiz yollamaydi. Chokini qaranglar, buni yopishgan. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Asteroid kanaliga murojaat qilishingiz mumkin. Raqamlarimiz opisaniyada bo'ladi. Ishinglarni inshaalloh eng chiroyli, eng tekis holatda qilib yakunlab beramiz. Hammasi lazerga chiqqan, urinlari ham xudo xolasa juda ham tekis. Hammasi juda ham chiroyli bo'lgan. Bo'ylarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa hammasi juda ham chiroyli darajada. Hammasiga mehr bilan ishlangan. Kuzatib boringlar, eng yaxshi, eng chiroyli ishlarni xudo xolasa sizlarga taqdim qilib boramiz. Narxi bir dona pollik 0.9 razmerda, donasi uzunligi 4 metr, donasini 35 mingdan olib kelindi va xizmat haqqi kvadrati uchun 50 ming so'm. Narxini ham aytib ketinglar degani uchun aytib ketyapmiz. Bir dona pollikni o'zi 0.9 eni, uzunligi 4 metr, narxi 35 ming so'm. Lagalarimiz 80 ming so'mdan keldi, 14 ga 3,5. Xizmat haqqi kvadrat uchun 50 ming so'm. Kuzatib boringlar, eng yaxshi videolarni xudo xolasa sizlarga taqdim qilib boramiz.